Mang'itning sentridan 70 sotikli turar, noturar bino sotuvga qo'yiladi. Hali zo'rda tijorat binolarini qurib bo'ladi, ya bo'lmasa turar joylarida qurib turib, kottejlar qurib turib sotuvlar ham bo'ladi. Mana shu variantdagi xudo xolasa uyimiz mana shu binoni sotuvga qo'yiladi. Undan tashqari Qoraqalpog'istonda yagona bo'lgan temir zavod, ya'ni temir ishlab chiqarish zavodidan arendaga beriladi. Bo'rimizda umumiy hisobda 2 arendaga beriladigan binamiz bor. Hammasini hozir batafsil ma'lumot beramiz. Birinchi manzildan boshlaymiz. Manzilga keladigan bo'lsak, Gurlangan ko'rik tarafdan kelganimizda, hokimiyatning qaptoli, pochtaning yoni bilan kirib borganimizda, chap qo'limizga qayrilganimizda mana shu aytilayotgan yerimizga, binamizga olib boriladi. Batafsil xudo xolasa lokatsiyani ko'rsatib borishga harakat etamiz. Videoni uzmasdan, o'tirmasdan ko'rishni tavsiya beramiz. Mang'itning Xalq markazida joylashgan Qoraqalpog'istonda yagona bo'lgan temir quyish, ya'ni temir sexi arendaga beriladi. Mana shu o'rimiz xudo xolasa arendaga berilyapti. Bo'rimizda temirdan xohlagan turini, qolplari, hamma narsasi bor deyilyapti. Ishlab chiqarsa bo'ladi. Temirdan xohlagan turini. Bo'rimizda mana ki boltalar quyilsa bo'ladi, mana ki ko'rsatilsa bo'ladi. Mana shunday xudo xolasa temir sexi arendaga beriladi. Kim ishlataman deydigan bo'lsa, Qoraqalpog'istonda talab yuqori deyilyapti. Mana shu o'rimiz arendaga beriladi. Ko'rsatilsa bo'ladi, temir mana shunday temir qiyiqindalari mana shunday jinob kelib, yeritib, mana shu o'rimizda temirni quysazlar bo'ladi. Bo'rimizda mana ki qolplari adashmasam, mana shunday xudo xolasa seximiz, zavodimiz, temir zavodimiz arendaga berilyapti. Kim ishlataman deyotganimizda, kimga qiziq bo'lgan bo'lsa, telefon nomerlarini qoldiraman, egalarining o'zlarini bog'lanib bir qator gaplashsangizlar bo'ladi. Narx-navolari hammasini telefon orqali egalaridan batafsil ma'lumotlarda olsangizlar bo'ladi. Bu yerda ishlataman desangizlar, xudo xolasa o'zlarimiz bir qator tushuntirib, aytib o'tib ketamiz deyilyapti. Mana shunda xudo xolasa seximiz arendaga berilyapti. Endi botamizda keyingi obyektlarimizga o'tamiz. Mana shu ulkan binamiz ham xudo xolasa arendaga berilyapti. Bo'rimizda mo'yka qilsangizlar bo'ladi deyilyapti. Xudo xolasa hech narsadan muammosi yo'q bo'lgan mana shu obyektimiz sklad sifatidan foydalansangizlar bo'ladi. Mang'itning Qaq sentrida 3 taraflama xod bor. Olib turib arendaga ishlasangizlar bo'ladi. Endi bo'rimizga mehr kerak ko'rib turganingizdek. Endi uyalari xudo xolasa arendaga beramiz deyapti. Kimga qiziq bo'lgan bo'lsa, nomerlarini qoldiraman basi, bemalol telefon qilib bog'lanib, gaplashib, kelishsangizlar bo'ladi. Pullari, narxlari, qolgan ma'lumotlar hammasi telefonda bo'ladi. Endi bo'lgan bo'lsa, sizlarga 70 sotikli turar, natural binamizni obzorini qilamiz. Mana shu o'rimizdagi 70 sotikli binamiz sotuvga qo'yilyapti. Xohlasangiz bu yerda natural holatida olsangizlar bo'ladi, yo bo'lmasa turar qilib o'zgartirib beramiz deyilyapti. Bo'rimiz umumiy maydoni 70 sotikdan iborat bo'lgan, chegarasi mana shu yerdan Saltanat turar joy majmuasining hisoblanadi. Bo'rimizga 3 taraflama kirish joyi bor. Bo'rimizda Go'nasut tarafdan kirib kelsangizlar bo'ladi, Saltanat turar joy majmuasining ichi bilan, ko'chasi bilan. Bu yog'imizda hokimiyat pochtaning qaptoli bilan kirib kelsangizlar bo'ladi, ya'ni 48-bog'chaning yoni bilan kirib kelsangizlar bo'ladi. Bo'lmasa, bu yog'imizda Gurlangan ko'rikdan Do'stlarga tushib kelayotganimizda shu ko'chadan mana shu darvozaning qaraya ko'cha hisoblanadi. Shu yerdan eshik ochib olsangizlar ham bo'ladi, darvoza ochib olsangizlar. Mana shu o'rimiz xudo xolasa sotuvga qo'yilyapti. Umumiy maydoni 70 sotik. Xohlasangiz turar holatida beramiz deydi, xohlasangiz natural holatida beramiz deydi. Kimga qiziq bo'lgan bo'lsa, egalarining nomerlarini qoldiramiz, bog'lanib gaplashsangizlar bo'ladi. Narxlarini video davomida aytib o'tib ketamiz. Xo'p, bo'rimizning narxini keladigan bo'lsak, narxi 70 sotik hisoblanadi. Har 6 sotigidan 12 ming dollar aytilyapti. Kimga qiziq bo'lgan bo'lsa, uyning egalarining nomerlarini qoldiramiz, o'zlarini bog'lanib, gaplashib, baraka qilsangizlar bo'ladi. Kimga qiziq bo'lgan bo'lsa, tez aloqaga chiqamiz, ko'rasizlar. Bo'rimiz sentr hokimiyatning orqa tarafi hisoblanadi. Mana shunday yerdan uy-joy quraman deb turib, planlashtiradiganlar ham zo'r variant. Hammaga yaxshi kayfiyatlar bilan Mang'it kanali bizga davom eting.